Assalomu alaykum hammalarga. Bugun sizlarga tekin nakrutka urishni o'rgataman. U nakrutka bilan sizlar boshidagi yangi qo'ygan videolarni rekomendatsiyaga chiqarib olishinglarga ishlatasizlar. Prosmotr ursanglar kamayib ketmaydi, like ursanglar kamayishi mumkin, mutlaqo bepul. Xo'p, yangi uzun video qo'ydinglar. Masalan, srazi rekomendatsiyaga chiqish uchun 1000 ta prosmotr, 100 ta like, 10 ta kommentariy ursanglar 90% rekomendatsiyaga chiqadi. Xo'p, biz uning uchun ilova yuklab olishimiz kerak. Subtor Sub Pro degan mana shu ilovaga kiramiz. Mana Subtor Sub Pro degan ilova bor. Shu ilovaga kirib olamiz. Kuniga 200 tadan beradi sizlarga. Xo'p, mana bu yerda mana bunaqa earn coin degan joy bor. Bu yerda limit beradi. Sizlar mana bu avtoni yoqib qo'yib, shuna bosib qo'ysangiz o'zi yig'ib yotaveradi. Bu yerda masalan men sizlarga urishni o'rgataman. Masalan, bosasizlar, o'zinglarni masalan любой bitta hop ссылка mana masalan mana shu video, to'g'rimi? Endi bosasizlar. Va mana masalan obunachi urmoqchi bo'lsanglar, mana sekunda ham bor, masalan bizda nechta 100 ta obunachi 36 ming. Bu 36 mingdan 1 soatda yig'ib olasizlar. Like urmoqchi bo'lsa, maslahatim like bilan ko'rishlik uringlar. Like masalan hozir ko'rsam 90 ta like 28 ming bo'ladi. Bu yoqdan prosmotrlarni ham to'g'irlasanglar bo'ladi, bemalol. Shunaqa qilib urasizlar va prosmotr sizlarniki va Telegram kanalimga o'tib olsanglar, bu yoqda sizlar uchun chat ham ochib qo'ydim. Bemalol chatga kirib savollaringizni bersanglar bo'ladi. Telegram kanalimga o'tish uchun YouTube kanalimda silkasida Telegram kanalim bo'ladi yoki Telegramga Amerikan pastki chiziqcha GT pastki chiziqcha Uzbek deb yozsangiz chiqib keladi. Hammalarga xayr, salomat bo'linglar.